Men Amir va Shahnoza Qarshi tumani Qovchin qishlog'i Ziyokor mahallasida yashayman. Biz Agrobankdan imtiyozli kredit oldik va undan choromollarni ko'paytirish maqsadida foydalanyapmiz. Hamda tomorqamizdan ham foydalanyapmiz. Bu bilan tomorqadan samarali foydalanib, choromollarga yem hashar sifatida hamda o'zimizga oziq-ovqat polizikilar, sabzavotlar yetishtiryapmiz. Bu bilan oilaviy daromadimizni oshirishga o'z hissamizni qo'shyapmiz va bundan keyiniga ham bu faoliyatimizni davom ettiramiz hamda oilaviy byudjetimizga foyda keltiramiz. Shu bilan birga ham oilaviy barchamiz band bo'lamiz hamda oilaviy byudjetimizga foyda keltiramiz. Bundan keyiniga ham shu faoliyatni davom ettirmoqchimiz.